Siz bunaqasini hali yemaganiz aniq. Butun uyni hidi bilan qoplagan shaftolili keks. Shunaqangi aromatli bo'lib chiqdi. Ishoninglar, bu keksni albatta tayyorlab ko'rishinglar kerak. Video tagida masalalarni to'liq yozib qoldirganman. Qatiq, sutni o'rniga shaftolini ezib, maydalab, blenderlab sovordim. Unni ham solib, aralashtirib, xamirini tayyorlab, yana shaftolini kubik qilib to'g'rab, jo'xori kraxmali bilan aralashtirib, tagiga cho'kib qolmasligi uchun ichiga sovoramiz va oldindan qizib turgan duxovkada 1-1,5 soatda pishirib olamiz. Shunaqa yumshoq, mayin, hidlar aromatli bo'lib pishadi. Endi esa ustiga shaftolili konfet tayyorlaymiz. Buni tayyorlash juda ham oson. Video tagida to'liq yozib qoldirganman. Tayyorlagan keksinglar bilan yesanglar, keksinglarga aniq bitta daraja beradi. Video retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, ko'proq tanishlarga jo'natinglar va menga obuna bo'linglar.